Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kamina taxta bozoriga kelganmiz. Murodjon akamiz joylariga. Assalomu alaykum, obunachilar, yaxshimisizlar? Yaxshimi? Murodjon aka materiallarni yaxshilarini ko'rsating obunachilarimizga. Bo'ldi, gap yo'q. 4 metrli bir so'mas. Xo'p, 90 ming so'm narxi. Razmerlar 7-13 to'liq chiqqan. tekis yaxshi narsalar ekan. 4 metrli savatlar. 12 to'rli. 50 ming so'mdan. Mullatimiz 40 ming so'm. Mullat 40 ming so'm. Rekamiz yo'q. 3,5 ming so'mdan 4,5 ming so'mgacha metr. Bu rekamiz ichlari qanaqa aka? Garbili chiqmaydimi? Yumalardan chiqqan sal garbili bor. Bu Yo'q. yo'q deyolmaymiz. Aka, biz obunachilarimizga yaxshi narsalarni tavsiya qilamiz. Obunachi aka zo'r chiqadi. Yangilik vodiy bo'yicha yo'q, ham bo'ladi. Mana. Bu oldi qana bo'lsa, boshiga cho'shna ketdi. Hop. Garbili yo'q. Cho'qili. Hammasi shunaqa. Hamma shunaqa. Pachkani yechib olsak bo'laveradi. Bemalol telefon qilsa, jo'nataveramiz. Mobilda ichida garbili chiqsa, o'lchab qo'yamiz, qayta olamiz o'zimiz. Orqalarini ham ko'rib qo'yamiz endi bularni. Bemalol. Javob ber, 100% javob. Garbili yo'q. Hop, obunachilar mana. Pachkaga ham 6 ta qilib baylangan ekan bular. Oltali sasna qana baylansa, buni erkalatib sasnaga o'xshatib baylab qo'yilgan. Ha, sasnadan kam joyi yo'q deyaptilar. Ya obunachilarimizga yaxshi narsa ko'rsatishimiz kerak-da. Endi gap yo'q. Holatlar zo'r javob beramiz. 4,5 metrli uy bob to'sinlar. Holatlar yaxshi. Hop, Narxi 110 ming bilan 130 ming o'rtasida kelishilgan holda bo'ladi. Baho aytiladi, telefon qilishsa yo'lda qilib qo'yamiz. Farg'ona, Namangan, Andijonlar dastavkalar ichida qilib kelishilgan holda bo'ladi. dastavkalari ichida mana. Mana bular pol taxtalarimiz bo'ladi. 3 ga 9 lik. Bu ishlab chiqqan. Ishlab chiqqan. Ishlab chiqqan. 3, bag'i 9. Qalinlari ham metri 8 ming so'm. Oh, yaxshi ekan. 4 metr to'sinlarimiz. Bular quruq to'sinlarmi aka? Hozir borib ishlatsak bo'laveradimi? Bular narx 80 ming so'mdan. Qishda havosi, savdolar yo'q. 80 ming so'mdan qo'yamiz. Qishgacha girmay tushgan to'sinlarimiz. Bo'ladi 100 ming deyapmiz. Endi buni ham ko'proq olishsa, buni ham 80 mingdan qo'yamiz, gapi. 80 ming so'mdan yaxshi 4 metrli uy bob to'sinlarimiz. Endi bu yerda boy to'sinlar bo'ladi, hammasi qalbi o'qib ko'ringan. Oh, polvon to'sinlar ekan bular mana. Hammasi bir xil, ichida maydasi yo'q. Ichida maydasi yo'q. Javob beramiz. Qadami sezonlarimiz boshlanadi. Buni to'sinlar topolmay qolasizlar. Iloji bo'lsa, pullaring bo'lsa, hozir olib qo'yganlar yaxshi. Hozir olib qo'ysa kelishilgan holda dastavkasi ichida bo'ladimi? Vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha kelishgan holda bo'ladi. Abishni to'sin qiladi, hozir bozorga kelinsa 150 ming 160 mingga 5 metr to'sin bir xil sotilyapti. Buni holatda to'sinlar hali yo'qda bor. 150 ming 160 ming to'sinlarimiz bor. Ulardan yo'q, nisbatan baquvvat. Ichigacha bir xillar. Planamaga tushmagan baquvvat to'sinlar. Sredniy to'sinlaringizni ham ko'rsatingchi. Bu tomonda qo'l to'sinlar bor. Bu tomonda qo'l to'sinlarimiz bor ekan. Bu to'sinlar ham yaxshi baquvvat to'sinlar ekan. Besh metr to'sinlar. Hammasi quruq to'sin. Hozir olib ishlataman degan odamlarga. Quruq to'sinlar ekan akalar. Bu ham uni baquvvat deyapman, parvoz deyapman. Hop, Yoni bir xilda. Ammo ichida 3 ta 4 ta maydasi bo'ladi. Buni aytib sotamiz. bu bolani rostgo'yligiga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. O'shani hisobiga buni puli 150 ming bilan 160 ming o'rtasida kelishgan holda bo'ladi. Ha. Ichida maydasi bor, buni aytib sotamiz. Yuklanayotganda maboqda kelinsa kelishilgan holda ikkita 3 ta maydasi bo'ladi. Kelishsa ukaman mayda bo'lmaysa qolaveradi. Murosa qilinaveradi. Buni va pastga sotamiz biz. Xo'p. Ertadan keyin qilgan ishimiz ham shu, boshqa ishga ketmaymiz. Ya'ni yuklarimiz chiqadi, ya'ni 4 metrli baquvvat to'sin ko'rsatamiz obunachilarga. baquvvat to'sin borda, shunaqa to'sin borda. O'shanaqasidan ko'rsatamizga. 5 onasidan baquvvat 4 to'sin olib qo'yamiz. Yangi yuklar ham chiqyapti ekan aka, bular ham sizlarkimi? Chiqyapti, xudo xolasa. 4 metrli hammasi baquvvat. 4 metrli baquvvat to'sinlarimiz. Holatlar yaxshi. Bularda ham ichida o'ziga nisbatan ikkita 3 tadan maydasi bo'ladi. Chiqarishdan baland ekan bular. Qilavamaga solmaganmiz, hammasini palbo qilib tepib qo'yilgan to'sinlar.
Endi buni ham ichida ikkita 3ta maydasi bo'ladi. Buni ham kelishilsa, kelishilgan yog'li qolaveradi. Narxlar 120 ming bilan 150 mingning o'rtasida. 150 ming baho aytilyapti. Kelishilgan yog'li bo'ladi. Masalan, bu nechta bu pachkangizda hozir? 20 bitta. Buni 20 bitta bo'lsa 15 ta olaman desa ham beraverasizmi? 15 ta olamiz, kelishilgan yog'li bo'ladi. Endi masalan, bu 20 bittani hammasi ishlaydi. Bu tepasidaqa bir xil bo'lmaydi. Iloji teva bir xil o'smaydi. Katta kichik bo'ladi, ichiga qo'yiladi. Go'sh ham suvaysiz bo'lmaydi-ku aka. Vassalarimiz bor 15 ming so'mdan. Vassalarni ham yaxshi ekan-a? Donalar 10 tadan qo'yilgan. 8 ta 9 talik bas. Donalar eng kami 9 ta, bo'lmasa 10 tadan qilib qo'yilgan. Orqasida tepamizda to'sinlar bor. Bular 4,5 metrli uy to'sinlarimiz. 110 ming so'm bilan 130 ming o'tkazdi. Yaxshi. 5 metrli farq qilib qo'yilgan. U 170 ming so'm. Hop. 3 basga 4,5 metrligimiz bor. So'raganlarga uzun vassaligimiz ham bormi? Uzun vassa ham bor. Programmamizda chiqyapti. Va'dadan kesib kelganmiz. Xudo xolasa mana vassalar zo'rlar chiqyapti. Birusimiz ham o'sha ko'rsatdik 90 mingdan. Va'dadan kesib kelingan tevalar. 5-6 qarshi narsalar. Bu brusni ichida qanaqa obzori bormi brusda? Abdullah bo'ladi. Yumalardan chiqadi. Biz 5-6 qarshi desa ham buni ichida bo'ladi. Buni ham Bizga asl narsalar ko'rsating aka obunachilarimizga. Asl narsa bu, yomon narsa emas. Faqat sal-sal obzor zoya bo'ladi. Aytib qo'yish biz vazifamiz. Bozor sotamiz. Xudo xolasa bozor sotilayotgan narsalardan o'rniq narsalar teriladi. O'rtacha narsa bo'lmaydi. Xuddi shu brusda chorqarras kerak deysiz-chi? Ha, kelsin yo'qlar bo'ladi. O'zi yaxshi chiqqan-ku. Xo'p bo'ladi. Mana 6 metrda palvo olib qo'ygan to'sinimiz bor. Bo'ladi, yaxshi. Hammasi bir xil narsa. Eng kichkinasi 15 3 tomoni. 3 tomoni 15 sm ekan. Old tomoni 20-25 gacha bor. Quruqmi bu to'sinlaringiz aka? Quruq. 6 metrli joy bemalol xizmat qiladi. Uzuni 6 metrli. Ha, 250 mingdan qo'yamiz. Dastavkasi ichida. Endi kelishilgan holda qo'yamiz. Aytyapman, Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab dastavkalar qo'yamiz. Kelishilgan holda bo'ladi. Bo'ldi. Telefon qilsa mana vassalarimiz ham bor 15 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda. Vassalarimiz cheklanmagan miqdorda. Hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 bitta. Ha 10 ta hisobla, 10 bittani adres qilib qo'yilgan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Bu vassani ham sana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta. 16 ta. 11 ming so'mdan qo'yamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ta. 16 17 ta qo'yilgan. Kvadrati 11 ming so'mdan qo'yamiz. 11 ming so'mdan yaxshi loy bosgan vassalilarimiz bor ekan mana. Holatlar tayesi bir xil ketgan. Tepasiga 17 ta qo'yib, tayi 12 ta 13 talik emas. Hammasi eng kam 16 ta, masalan 17 tasi qo'yilgan. Like, podpiska ayamanglar do'stlar. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.